Hammaga murojaat qilmoqchi edim. Mana shu go'dakchani yaqinda topib oldim. Aptushka bozordan, Chilonzordan ko'chaga chiqarib tashlashibdi. Iltimos, gunohidan qo'rqinglar. Bular ham kichkina go'dak, kichkina bolacha bular ham. O'zingizda bolangizni qanday ko'chaga chiqarib tashlasangiz, qanday ahvolga tushsa, bular ham xuddi ana shunaqa ahvolga tushadi. Ochlikdan, kasallikdan, yovvoyi mushuklarni talashdan, itlarni talashdan o'lib ketishi hech narsa emas. Ko'chaga chiqarib tashlaydigan bo'lsangiz, onasi bilan chiqarib tashlanglar, o'zi boqib oladi. O'zini chiqarib tashlasangiz, o'lim bilan barobar. Gunohidan qo'rqinglar, uvolidan qo'rqinglar. Hammamiz bu dunyodan o'tib ketamiz. Xayrli savob ishlaringizgina mana shu dunyodagi insoniyligingizni bildirib turadi. Iltimos, inson bo'laylik. Mana shunaqa mushukchalar ko'payib ketdi, ko'chaga chiqarib tashlanadigan. Iltimos, chiqarib tashlamanglar. Chunki gunohi uvoli o'zingizga ham, farzandingizga ham urishidan bexabar bo'lsangiz kerak, ammo Xudoyim hamma narsani ko'rguvchi, bilguvchi. Mana shu gunohini o'zingizga, farzandingizga, yaqinlarga urishidan qo'rqinglar.